Hammaga salom, sizlar men Kompot. Bizning yangigina videomizga xush kelibsizlar. Короче, bugun yangigina videoda bitta zo'r narsa o'rgataman men sizlarga. Короче, bugun biz Minecraftda ekranning shaxtida ishlashni o'rgataman. To'g'ri, sizlar bilasizlar, lekin ba'zi odamlar bilmaydi buni. Shu uchun sizlarga ba'zi odamlarga o'rgatamiz. Albatta, sizlar ham ko'rib ko'rishingizlar mumkin, balki sizlar ham bilmaydigan joylar bordir. Davay bo'lmasam birinchi shaxtaga tushamiz. Xo'sh, nimalar bor ekan? Короче, biz birinchi o'rinda biz hozir yaxshilab tushib qarang, birinchi bo'lib to'g'riga tushmaymiz, chunki to'g'ridan lava chiqib qolishi mumkin. Ko'rdinglarmi, lavada o'lib ketasizlar, mana ko'rganingizdek. Bu lava maslahatim tekis chiqib ketmash kerak. Maslahatim mana, masalan, mana bunday bo'lsa, mana bunday. Qancha masalan haligi tekis tushmaslik kerak, nima bo'lsa ham shunaqa menga o'xshab tushsanglar bo'ladi. Ha, men eng yaxshi yo'l shu. Bo'lmasam lava chiqib qolishi mumkin. Bu yer shaxtada ayniqsa lava ko'p bo'ladi. Xo'sh. Endi esa yana ozgina tekshiramiz. Mana bu yerda ham ozgina tekshirib ko'ramiz, qani almos bormikan. Xo'sh, biz hozir almos topishni oson usullarini ko'rsatib beraman. Вообще men Pro Max mana olmos topish bo'yicha olmos. Davay, короче, nima bo'lsa ham bu hozir muhim emas. Muhimi nima bo'lsa ham topish kerak. Xo'sh, bu yerda yo'q ekan. Qayerdadir qidirish kerak. Yo'q, qachon chiqadi bu olmoslar? Вообще ko'p vaqt. Mana o'zimizning birinchi olmoslarimiz hozir totib turing. Короче, mana qarang, birinchi olib buni olmasdan oldin chekalarini buzib olish kerak albatta. Chunki men sizlarga hozir tushuntirib beraman hozir nimagaligini. Albatta bu muhim. Qarang, hozir agarda mana qarang, agarda hozir mana buni buzsanglar, ko'ryapsan, lava bor. Buni tagida lava bo'lishi mumkin. Osonlik keyin lavaga tushib ketadi olmoslar, keyin hammasidan qurib qolasizlar. Shuning uchun birinchi bo'lib yaxshilab tekshirib olish kerak chekalarini. Chekalarda bironta narsa bormi, yo'qmi, tagini ham tekshirish kerak. Hamma yo'g'ini tekshirib keyin olsangiz bo'ladi. Ana ko'rdinglarmi, yana lava. Sekin yana lavalarni yo'q qilib olamiz va bo'ladi. Mana endi esa sekin yana bemalol ola olamiz. Mana bemalol o'zimizning almaschalarimiz. Xo'sh, oldik. Endi esa ketdik. Короче, yana bitta. Agar mana yerda lava bo'lgan bo'lsa, nari yerda bo'lsa sekingina blok qo'yib bormaslikdan maslahat beraman. Chunki lavaga tushib ketishinglar mumkin. Shuning uchun ham o'zingizlarga shaxtaga tushganinglarda o'zingizlarga suv olishni maslahat beraman. Chunki suv yonib ketayotganinglarda yordam beradi va shunaqa joylarda quyib bemalol qazisanglar bo'ladi. Mana bemalol hozir qorong'u qoldi. Mana bemalol qazaverasizlar. Juda ham oson va juda ham uncha ham qiyin emas. Chekalarni ham обязательно qarab ko'ringlar. Bironta joyda bo'lishi mumkin albatta. Shu ozgina joylarda bo'ladi, agar lavani tagida ham bo'lishi mumkin edi, lekin yo'q ekan. Mayli, nima bo'lsa ham endi sekinga qaranglar. Shunaqa joylarda juda ham kerak bo'ladi. Mana endi esa короче, biz yana nimalarni ko'rsatishim kerak? Xo'sh. Hozircha menimcha xo'sh. Yana nimalarni ko'rsatsam bo'ladi? Ha, bo'ldi. Nima qurish kerakligini bildim. Bir narsa miyamga kelib qoldi. Короче, hozir tepaga chiqib olaylik-da. Hozir. Lekin bolalar, lekin hozir pastga chiqqanimni tepaga undaqa chiqmanglar, chunki juda ham ko'p vaqt ketib qoladi. Va endi men sizlarga o'rgatadigan narsa, обязательно bizga kichkinagina shaxtadan olgan narsalarimizni sog'ani bizga kichkinagina lager yasashimiz kerak bo'ladi. Albatta, qanday shaxtada lager yasash mumkin deb o'ylasanglar, men sizlarga hozir tushuntirib beraman. Bu juda ham oson. Просто mana bu masalan qayerga qursak bo'ladi? Topinglar. Atrofini birinchi olib yoritib olish kerak bo'ladi. Sekingina yoritib olsangiz, keyin oson bo'ladi. Birinchi olib yoritib olsa, keyin zombilar paydo bo'lmaydi. Endi esa hozir mana bu keraksiz joylarni yopib tashlaymiz, chunki zombilar paydo bo'lib o'ldirib tashlaydi. Bizga esa bu joylar keraksiz umuman. Mana bu joylar xo'sh. Bu joylar ham mana bizning yana bitta olmoslarimiz. Juda ham yaxshi olmos topib oldim yo'ldan o'sha. Qaranglar, o'zimning almaschalarim. Juda ham yaxshi. Bo'ldi. Endi esa xo'sh. Biz endi lagerni qurishimiz kerak edi. Aytgancha esimda yo'q. Umuman esimda yo'q. Xo'sh. Hozir bizda hozir biz qayerga qursak bo'ladi? Men aytayotganim joy qidiryapman. Mana bu joyga ham qursak juda ham yaxshi. Qaranglar, to'rt burchak
judayam ajoyib joy. Davay bo'lmasam shu yoqqa quramiz. Lagerda uncha ham ko'p narsa kerak bo'lmaydi o'zi. Lagerga uncha ham ko'p narsa solishinglar shart emas. Men sizlarga hozir tushuntirib beraman nimalar qilish kerak. Xo'sh, sizlarga birinchi o'rinda mana buni buzib olamiz va endi esa bizga xo'sh hozir ha bo'ldi esladim. Qarochi mana bu yerlarga bir narsa qilishimiz kerak. Mana buni tepasidan buzib, mana buni qo'yishimiz kerak past. Hozir men sizlarga nimaga bunaqa qilish kerakligini tushuntirib beraman. Hozir biz qarochi o'zimizga versak yasashimiz kerak. Обязательно bu eng muhimlardan biri-ku axir. Xo'sh, bilsanglar kerak menimcha va o'zimizga pechka yasashimiz kerak. Bitta yasasak undan ham yaxshi. Xo'sh, yasaymiz va qo'yamiz va endi esa bular ikkosiga ajratib chiqamiz. Mana 32 ta bularni ichiga solamiz. Bularni ham ichiga solamiz. Bo'ldi. Endi esa pishsa bo'ldi. Xo'sh. Endi esa o'zimizga обязательно mana buni yasaymiz. Ya'ni sunduq adashib ketyapman. Sunduq va hozir bu nimaga kerakligini tushuntiraman. Qarochi biz hozir o'zimizga mana buni olib kelib oldik. Qarochi o'zimizga eshik yasaymiz. Eshikni esa mana bu yerga qo'yib qo'ysak, qaranglar. Bitta. Qarochi men sizlarga hozir tushuntiraman. Qarochi agar zombi kelib qolsa, qarochi hozir men sizlarga qanday tushuntirsam bo'ladi. Agar zombi kelib qolsa, mana bu eshikni buzishi mumkin. Qarochi hozir men sizlarga ko'rsataman. Mana buni olib turamiz. Va sekingina qo'yamiz. Agar zombi bo'lsa, mana bu eshikni nima bo'lsa ham sindiradi, lekin ocha olmaydi, lekin sindirishi mumkin. Agar bu bo'lsa, u sindira olmaydi. Sakrashi mumkin. Yo'q, sakra olmaydi, uni axir miyasi yo'q. Ha, bola. To'g'rimi? Shunga tagiga blok qo'yib qo'ysalar juda ham yaxshi bo'ladi. Zombidan masalan qolsa, agar zombi ichiga kirib qolsa, agar shu bo'ladi. Xo'sh, обязательно agar sizlarda fakirda qiynalib ketayotgan bo'lsanglar, fakir qo'yib, maslahatim sizlarga mana bu fakirlarni yo'qotib, fakir juda ham katta muammo, uni sindirasan, yana fakir qo'yish kerak. Undan ko'ra siz o'zingizga agar juda ham kuchayib ketsangiz, o'zingizga maslahatim haligi qorong'uda ko'radigan damlama olganingiz yaxshi. Ha, bu chunki men sizlarga buni hozir ichsanglar, qarochi yaxshi ko'rasizlar. Mana hozir men sizlarga ichib ko'rsatib beraman. Qanaqa ishlash, mana qaranglar, qop-qorong'ira va ichdim mana. Hamma yer oppoq. Qarochi bu bemalol yetadi. 8 minutlik qilsanglar bo'ladi. Bu juda ham oson. YouTube'da videolar bor, qanday yasash mumkinligi. Juda ham oson va juda ham zo'r. Maslahatim shunaqa qilganinglar yaxshi. Qarochi endi yaxshi, agar tugab qolsa yana ichib olib yana qozishsanglar bo'ladi. Agar tugab qolsa. Ha, endi men bilaman deyotgan bo'lsanglar mumkin, lekin ko'pchilik bilmaydi. Hammalar nima bo'lsa ham bu yerlarni qazib bo'ldik. Qaranglar. Qarochi mana bu yerlarni qaziymiz, yana qazib ko'ramiz. Agar yana chiqib qolsa juda ham yaxshi bo'ladi axir. Bizda olmos uncha ham ko'p emas va o'zimizga birorta narsa kerak bo'lib qolishi mumkin yana yoki bilmadim. Xo'sh, yana nimalar bor ekan? Qarochi mana bu yerlarni ham qazib ko'rishga harakat qilib ko'raman. Bu yerlarda nimadir bormi? Menimcha yo'q. Bo'ldi, hech narsa yo'q. Afsuski yo'q ekan. Mana bu yerni buzib ko'raylik, mayli. Bo'ldi, endi esa shu narsa g'alati. Qayerlarda вообще adashib ketdimi? Qachon bu yerlarni qaziganman o'zi? Вообще eslolmayapman. Hammalar nima bo'lsa ham bo'ldi. Endi esa mana bu yerlarni yo'q, bitta ham chiqmayapti. Almos yo'q. Mayli biz o'zi bitta joy. Lekin bitta muammo. Qarochi maslahatim bitta g'orda qolib ketmanglar. Juda ham ko'p qolib ketsanglar, bu bo'lmaydi. Yana men sizlarga eng muhim narsani o'rgataman. Qarochi endi o'zimizga nimalarni olish kerakligini o'rgataman. Qarochi eng muhimi o'zimizga bronya. Albatta uncha kuchli bronya bo'lishi shart emas, обязательно temirli bo'lishi kerak, lekin temirligini kiyib olamiz. Endi xohlingiz kuchingiz yetganicha va o'zimizga любой qilich olsanglar bo'ladi. Men temirli qilich olaman. Va albatta kreativda emas, survivalda xohlasanglar, lekin maslahatim survivalda qiziqroq bo'ladi. Men просто hozir video uchun bu va o'zingizlarga suv, yana o'zingizlar fakkel albatta kerak bo'ladi. Xohlasanglar ko'radigan damlama va ozgina blok, albatta bironta joyda qilib qo'ysalar chiqib qolgani va o'zimizga uncha ko'p emas, lekin
doska kerak bo'ladi обязательно. Chunki bironta narsa craft qilib qolishimiz mumkin va uncha ham ko'p blok kerak bo'lmaydi ekan. O'ylab qarasam, baribir qaziganda blok kerak bo'lmaydi. Xo'sh, короче, mana bu hammasi to'g'riladik. Ikkita fakel juda ham kerak bo'lishi mumkin. 2 stak fakellar ko'p kerak bo'ladi agar ko'radigan damlama tugab qolsa, обязательно kerak bo'lib qoladi. Xo'sh, buni uncha ham kerak bo'lmaydi. Mana endi esa juda ham qulay va juda ham oson. Ha, mana men juda ham zo'r. Sizlarga yoqqan bo'lsa, xursandman. Короче, qo'lim boricha o'rgatdim. Короче, shular bo'ldi. Undan boshqasini o'rgata olmayman. Boshqasi ham yo'q o'sha shu shaxtada qazish yo'llari. Mayli, sizlar men kompot bo'ldim. Keyingi videoni ko'rishcha hammaga xayr. Tezroq 1000 obunachiga erishtirib qo'yinglar. Iltimos, tezroq 1000 bo'laylik va videoni oxirigacha ko'rganinglar uchun juda ham kattakon rahmat bolam. Xo'sh, menga masalan sizlar bundan bironta narsa o'rgandinglarmi yoki yo'qmi? Menga albatta kommentga yozib ketinglar. Iltimos, men uchun juda ham muhim. Rahmat bo'pti. Boshqa gap yo'q. Hammaga xayr.